nechi pul? Aka 8700. Aka bugun sizlar javob berasizlarmi aka? Cheklargacha chiqarib beramiz-ku. Bunga biz javob beramiz. Xudo xolasa muammo bo'lsa sizlarga murojaat qilamiz. Ha. Qanaqa muammolar bo'lsa aka. Kim bilandir oldi deydingizda. Shu moshina olgandim 8700 ga. Shuni pulga. Xolisi tekshirib berdi okani pullarni. Ichi toza. Ichida nuqsonlari yo'q. Yaxshi qog'ozda ekan. Qanday ona o'qib bor ekan aka? Bo'ldi, muammo yo'q aka. Xizmatga rozi bo'lasiz aka. Xabarlashib turamiz. Ash nomeringiz kim aka? Ha, inshaalloh. Xizmatdamiz. 157 30 Ukamlar $8700 ga mashina olgan ekanlar. Shuni o'zi tekshirib cheklargacha chiqarib berdi. Kimga xizmatga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 24 ga yetdi Namangan shahar bo'ylab vizit xizmatlarida xizmatlaringni bajarib beramiz aka.